Bu kullar O'zbekistonda bitta bo'lib turibdi. Sababi bunda bor o'ziga xos xususiyat boshqa kullarlarda yo'q. Goodwell brendidan premium segmentdagi ushbu kullar Xitoyda ishlab chiqariladi va 3 yil kafolatga ega. Kullarimiz knopkalari sensor ko'rinishida bo'ladi va panelda o'ziga joylashtirilgan. Bor yo'qligi ham bilinmaydi. Issiq suv, xona haroratidagi suv, sovuq suv, bolalardan himoya hamda suv tugaganligi haqida indikator. Ana endi ushbu kullarimizni boshqalardan ajratib turadigan jihati Ice Maker funksiyasi. Bu funksiya orqali siz 1 soatda kamida 2 kilogacha muz qilishingiz mumkin bo'ladi. Muz qilish jarayoni qanday kechadi? Pastdan suvni oladi va sizga 5 daqiqaning ichida 1 stakan muz tayyorlab beradi. Agarda siz muzni rezervuardan olmaydigan bo'lsangiz, muz qaytib erib, yana suvga aylanadi va sizning suvingizni isrof qilmaydi. Agar siz kullar olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, yoz kelyapti, Goodwell brendining aynan shu kullarni olib, muzlari bilan salqin ichimliklardan ichib bahramand bo'lishingiz mumkin bo'ladi.